do'stim prosta yeb qo'ydi. 55 talik televizor oldim deb o'ylayapti. Aslida bu televizor 55 talik televizor hisoblanmaydi va to'rtga sifatida ham ko'rsatmaydi. Bu televizorni hozir bo'yiga va eniga va diagonaliga o'lchashni o'rgatamiz va ko'rsatamiz. Qani ketdik. Eniga o'lchaganimizda 111 sm chiqyapti. Bo'yiga o'lchaganimizda ramkasi bilan qo'shganda 64 sm tashkil qilyapti. Diagonal holatda o'lchanganda 128 sm tashkil etyapti ramkasi bilan hisoblaganda. Aslida bu televizor 55 talik emas, 50 talik hisoblanadi. Original 55 talik televizor eniga o'lchanganda 123,5 sm tashkil etadi. Bo'yiga o'lchanganda 71 sm tashkil etadi ramkasi bilan hisoblaganda. Diagonal holatda o'lchanganda 141 sm tashkil etadi ramkasi bilan hisoblaganda. Mana sizga qanday qilib diagonal va bo'yiga o'lchashni ko'rsatib qo'ydik. Menda shablon bor. Bu shablonda 32, 43, 50, 55 va 100 diagonal bo'yicha bo'yiga, eniga va diagonalga o'lchash bo'yicha razmerlar yozib o'tilgan. Shunga o'xshagan televizorlardan voz kechishdan so'raymiz. Shu rasmni screenshot qilib olishingizni so'rab qolamiz va do'stlaringiz ham aldanib qolmasligingiz uchun shu videoni do'stlaringizga ham tashlab qo'ying.